Toshkentdan Zominga bir kunlik tur paketlarimiz sotuvga chiqdi. Har hafta shanba yoki yakshanbada o'zida joizni 50% to'lov qilib, bron qilib, mazza qilib Zominni bir kunga aylanib ketsangiz bo'ladi. Narxi 499 ming so'm bo'ladi. Ichiga nimalar kiritilganini pastda opisaniyada ham yozib qoldiramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, videoda ham batafsil tushuntiramiz. Joizni bron qilish uchun esa raqam qoldiramiz yoki pastdan direktdan murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Narx ichiga nimalar kiradi? 499 ming to'lov qilib, o'zida joiz bron qilganingizdan keyin shanba kuni bo'lsa, shanba kuni, yakshanba kuni bo'lsa, yakshanba kuni ertalab yig'iladi hamma. Yig'ilgandan keyin Zominga qarab yo'lga chiqiladi. Birinchi bizani memorial xotira maydoni kutib oladi. Undan keyin esa Ma'rifat nomli jome masjid bo'ladi, uni ziyorat qilamiz. Bog'u shamolda obed qilish ham narxinchiga kiradi, qornimiz to'ydirib, sekingina yana yo'lga chiqib ketamiz. Undan keyin Zomin suv omborini va qurt bozorini ko'ramiz. Undan keyin esa 1000 yillik archa qo'riqxonasi bor, bileti ham o'zimizning hisobdan bo'ladi, narxchiga kirib ketadi. Undan keyin esa Zominni o'sha yangi qurilgan shisha ko'prigiga boramiz. Hamma maqtayotgan, rasmga tushadigan, video oladigan, zo'r kontent qiladigan joy bo'ladi, lekin uni to'lovini o'zingiz to'laysiz. Zipline bor yonida. Uchmoqchi bo'lsangiz, kanatga bor, ularning narxi o'zingiz yoningizdan bo'ladi. U yerlarni aylanib bo'lganimizdan keyin qaytishda Sherbuloqni va Shafsharani tomosha qilamiz. Yana qaytib Toshkentga sizni olib kelib qo'yamiz. Bir kun mobaynida Zominni mazza qilib aylanasiz, havo almashtirasiz, har xil qanaqangi o'ylovlaringiz yo'qolib ketadi. Shuning uchun hoziroq joizni bron qilish tavsiya beraman. Ekranga mana aloqa uchun nomer qoldiramiz va pastda tugmani bosish orqali ham bizdan direktga murojaat qilsangiz bo'ladi.